Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Davidov Yunus Jumayevich, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisiman. Sizlar bilan hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan qo'shimchalar tasnifi mavzusini ko'rib o'tamiz, ya'ni morfemika haqida gaplashamiz. Bugungi mavzumizning rejasi quyidagicha: morfemika bo'limi haqida. Ikkinchi rejamiz, demak, qo'shimchalarning vazifasiga ko'ra turlari va uchinchi rejamiz qo'shimchalarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari. Morfemika demak, morf degani shakl, qo'shimcha degan ma'noni anglatadi. Demak, tilshunoslikning bu bo'limida so'zlarning ma'noli qismlari o'rganiladi. Demak, ma'noli qism deganda asos, so'z yasovchi, lug'aviy va sintaks shakl yasovchi qo'shimchalar nazarda tutiladi. Demak, ana shu birliklarni o'rganadigan tilshunoslik bo'limi morfemika bo'limi hisoblanadi. Demak, asos nima degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Asos mustaqil qo'llana oladigan va mustaqil qo'llanganda ma'lum bir ma'no anglatadigan so'zning qismi asos hisoblanadi. Masalan, kitobxonlar bo'ladigan bo'lsa, bu so'zimizning asosi kitob. Sinfdoshlarim bo'ladigan bo'lsa, bu so'zning asosi sinf. Demak, mustaqil qo'llanadi va mustaqil qo'llanganda ma'lum bir ma'no anglatadi. Masalan, kitob yoki sinf deganda albatta mustaqil qo'llanib ma'no tashish xususiyatiga ega. Qo'shimchalar albatta bunday xususiyatga ega emas. Masalan, doshlarim deganda ma'lum bir ma'no anglashilmaydi. Asosdosh so'zlar degan atamaga e'tiborimizni qaratamiz. Demak, bitta asosdan tashkil topgan so'zlar asosdosh so'zlar hisoblanadi. Masalan, suvli, suvsiz, suv, demak, sersuv misollarini oladigan bo'lsak, har uchalasining asosi suv. Demak, bitta asosdan tashkil topyapti. Demak, yana bunga e'tibor qaratishimiz kerakki, asosdosh bo'lishi uchun asoslari bir xil bo'lishi kerak, ya'ni shakldosh bo'lmasligiga ham e'tibor qaratishimiz lozim. Masalan, yoshli va yoshlik so'zlarini biz asosdosh so'zlar deb ololmaymiz. Masalan, yoshli ko'zlar, uning asosi yosh, ko'z yoshi boshqa ma'noni anglatyapti. Yoshlik bu umrning yoshi, ot. Har ikkalasi ham ot, lekin bittasi ko'zning yoshi ma'nosida, bittasi umrning o'lchovi ma'nosida. Ya'ni asoslar shakldosh bo'lganligi sababli biz buni asosdosh deb ola olmaymiz. Demak, asosdosh bo'lish uchun albatta asosi aynan bitta ma'noni anglatish kerak. Ya'niki, masalan, kuldon yoki guldon yoki gulli deb oladigan bo'lsak, demak, ikkalasining ham asosi gul, ya'ni buni asosdosh deb olishimiz mumkin. Yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, agar gullar, gulning, gulga bo'ladigan bo'lsa, buni ham asosdosh deb ololmaymiz. Sababi bitta gul so'ziga bir necha xil shakl yasovchi qo'shimchalar qo'shilyapti. Ya'ni yangi so'z, yangi leksema hosil bo'lmaganligi sababli buni bir so'zga turli qo'shimcha qo'shilyapti deb qaraladi va buni ham biz asosdosh deb ololmaymiz. Demak, asosdosh bo'lishi uchun albatta bitta yasama qatorda, o'sha qatorda bittasi yasalgan bo'lishi shart va bundan tashqari asoslari shakldosh bo'lmasligiga e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Qo'shimcha, demak, asosga qo'shilib yangi ma'no beradigan yoki qo'shimcha ma'no beradigan va gapda so'zlarni bir-biriga bog'lashga xizmat qiladigan shakllar qo'shimcha hisoblanadi va qo'shimchalar turli jihatdan tasnif qilib o'rganiladi. Birinchi tasnifi qo'shimchalarning vazifasiga ko'ra turi. Qo'shimchalar vazifasiga ko'ra ikkita turga bo'linadi. Birinchisi shakl yasovchi qo'shimchalar va ikkinchisi so'z yasovchi qo'shimchalar. Demak, hurmatli tinglovchilar, e'tibor qaratamiz. Shakl yasovchi qo'shimchalarning o'zi ikkiga bo'linadi. Lug'aviy shakl yasovchi va sintaktik shakl yasovchilar kabi ikkita turga bo'linadi. Demak, dastavval ikkiga bo'lindi: shakl yasovchi va so'z yasovchilarga. Shakl yasovchilarning o'zi lug'aviy shakl yasovchi va sintaktik shakl yasovchilarga bo'linadi. So'z yasovchi qo'shimcha nima? Asosga qo'shilib yangi ma'no beradigan qo'shimchalar so'z yasovchi qo'shimchalar hisoblanadi. Demak, yangi ma'no deganda xotiramizdagi o'sha so'zlarning tushunchasini o'zgartirishga xizmat qilishi kerak. Masalan, kitob deganda narsa, o'quv qurol tushunildi. Kitobxon deganda shaxs tushunildi. Demak, xon qo'shimchasi so'z yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Suv deganda ma'lum bir suyuqlikni tushundik. Suvchi deganda esa shaxsni tushundik. Demak, yangi ma'no hosil qilyapti. Shu sababli biz uni so'z yasovchi qo'shimcha deb olamiz. Demak, so'z yasovchi qo'shimchalar turkumdan bir turkumdagi so'zni boshqa turkumga o'tkazish xususiyatiga ham ega bo'ladi. Masalan, ish ot yoki suv ot, ishla yoki suvla desak, demak, fe'l hosil bo'ldi. Demak, otdan yasalgan fe'l deb olamiz va bu so'zlardagi la qo'shimchasi albatta so'z yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Ya'niki, faqat so'z yasovchi qo'shimchalardagina bir turkumdan boshqa turkumga o'tkaza olish xususiyati yoki imkoniyati mavjud bo'ladi.
Lug'aviy va sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar esa so'zlarni yoki asosning turkumini o'zgartira olish xususiyatiga ega emas. So'z yasovchi qo'shimchalar faqat 4 ta so'z turkumida mavjud. Ayrim tasdiqlarda, qo'llanmalarda olmosh yasalishi ham qayd etilsa-da, aksariyat qo'llanmalarda demak olmoshlarda yasalish yo'q deb beriladi va biz ham shu xulosaga, hukmga egamiz va biz ham shu ma'lumotga qo'shilamiz. Ya'ni faqatgina 4 ta so'z turkumida so'z yasalish holati kuzatiladi. Bular ot. Demak, otda yasalish mavjud. Bilasizki, ot yasovchi qo'shimchalar ko'plab tilimizda mavjud va ular bilan biz bemalol turli xil ma'nodagi otlarni yasashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, doshchi, kor va hokazo. Yoki sifat, demak, sifat ham faol yasaladigan turkumlardan biri hisoblanadi. Masalan, chiroyli, demak, chiroyga li qo'shilib yasalyapti, aqlli, aqlga li qo'shilib yasalyapti. Demak, umuman sifat yasalishini ham kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari ravish yasaladi. Masalan, mardlarcha yoki yigitcha gapirib bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yerda ravish yasalishini kuzatishimiz mumkin. Fe'l yasaladi. Demak, masalan, ishla yoki boshla bo'ladigan bo'lsa, demak, otga la qo'shimchasi qo'shilib fe'l yasaldi. Faqat fe'ldan fe'l yasalmaydi. Fe'ldan boshqa turkumlarga qo'shilib fe'l yasalishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, lekin aslo fe'ldan fe'l yasalishi uchramaydi. O'zbek tilida bunaqa holat kuzatilmaydi. Shakl yasovchi qo'shimchalarning o'zi ikkiga bo'linadi, hurmatli tinglovchilar. Demak, birinchisi lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar va ikkinchisi sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar asosga qo'shilib qo'shimcha ma'no beradi. E'tiborli bo'lamiz. Demak, so'z yasovchi qo'shimchalardan asosiy farqi shunda. So'z yasovchi qo'shimchalar yangi ma'no hosil qilar ekan, ishchi, suvchi kabi. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar bunday xususiyatga ega emas, asosga qo'shilib uning ma'nosini biroz o'zgartiradi, lekin mutlaqo yangi ma'no hosil qila olmaydi. Masalan, yoz, yozmoq fe'li, demak, yozdir bo'ladigan bo'lsa, o'sha harakat butunlay boshqa harakatni yuzaga keltirayotgani yo'q. Demak, bu qo'shimchani biz demak shakl yasovchi qo'shimchaga olishimiz mumkin. Yoki bola, shaxsni tushundik. Bolalar deganda ana shu shaxsning ko'pligi tushunildi, yangi ma'no emas. Yoki kitoblar deganda kitobning ko'pligini tushundik, bu ham yangi ma'no emas. Demak, lar qo'shimchasi lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi va lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha ko'plab turkumlarda kuzatiladi. Masalan, sonlarning lug'aviy shakllarini olishimiz mumkin. Demak, songa qo'shiladi va qo'shimcha ma'no ifodalaydi. Yangi miqdorni ko'rsatmaydi. Shu sababli lug'aviy shakl yasovchilar hisoblanadi. Quyidagi taqdimotimizda lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalarning 9 ta turi berilgan. E'tibor qaratamiz. Birinchisi ko'plik shakllar. Demak, lar qo'shimchasi otlarning ko'pligini bildiruvchi shakllar lug'aviy shakl yasovchi hisoblanadi. Demak, ya'ni u ham yangi ma'no hosil qilmaydi. Ikkinchisi kichraytirish, erkalash shakllar. Cha, choq, chak, jon, xon, oy, bonu, nisa va hokazo. Ko'plab erkalash, kichraytirish shakllari mavjud va ular ham lug'aviy shakl yasovchilar hisoblanadi. Bundan tashqari qarashlilik shakli niki qo'shimchasi ham lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Asosga qo'shilib qo'shimcha ma'noni ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, meniki, seniki kabi. O'rin-joyga xoslik belgisini bildiruvchi dagi qo'shimchasi ham lug'aviy shakl yasovchi hisoblanadi. Garchi bu qo'shimcha ayrim qo'llanmalarda yasovchi sifatida berilgan bo'lsa-da, demak, lug'aviy shakl yasovchi degan xulosaga qo'shilamiz biz ham. Demak, ya'ni bir so'zga qo'shilib o'shaning ma'lum bir joyga mansubligini ifodalashga xizmat qiladi. Sonning ma'nosiga ko'ra turini hosil qiluvchi qo'shimchalarning barchasi ta, tacha, larcha, lab kabi barcha qo'shimchalar lug'aviy shakl yasovchilar hisoblanadi. Ya'ni 2 ma'lum bir miqdorni tushundik. 2ov deganda ham o'sha miqdor, ya'ni boshqa miqdor emas. Demak, buni yasovchi deb ololmaymiz. Yoki 2 demak ma'lum bir miqdorni tushundik. 2 ta deganda ham o'sha miqdorning o'zi. Demak, bu so'z yasovchi emas, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Bundan tashqari sifat va ayrim qo'llanmalarda ravish darajalari ham deb beriladi. Demak, sifat va ravishning darajasini ko'rsatuvchi roq va faqat sifatdagina uchraydigan ish, imtir qo'shimchalari ham lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar hisoblanadi. Sababki bu ham yangi ma'no hosil qilishda ishtirok etmaydi. Masalan, oq deganda ma'lum bir rangni tushundik. Oqroq deganda o'sha belgining biroz kamligini tushundik, lekin
yangi bir belgi emas. Yoki oq deganda ma'lum bir belgini angladik, oqimtir deganda o'sha belgining kamligini tushunamiz. Yangi belgini ifodalamaganligi sababli, yangi ma'no anglatmaganligi sababli buni ham lug'aviy shakl yasovchilar sifatida o'rganamiz, hurmatli tinglovchilar. Keyingisi fe'lning bo'lishsizlik shakllari. Bilamizki, fe'lning bir qancha bo'lishsizlik shakli bor, ya'ni ayrimlari sof fe'lning bo'lishsizlik shakli, ayrimlari esa fe'lning vazifa shakllarining, ya'ni o'zgaruvchi shakllarning bo'lishsizlik shakllari hisoblanadi va barchasi lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar sanaladi. Ma, maslik, masdan, may kabi, mayin kabi shakllarning barchasi lug'aviy shakl yasovchilar hisoblanadi. Demak, bu ham yuqorida aytganimizdek yangi ma'no hosil qilishda ishtirok etmaydi. Masalan, bor va borma. Demak, o'sha harakat va harakatning bo'lishsizligi bu yangi ma'no emas. Fe'l nisbatini hosil qiluvchi shakllar mavjud. Bilamizki, ko'plab nisbat shakllari bor. In, il, ish yoki dir, tir kabi nisbat shakllari bor va barcha nisbat shakllari lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar hisoblanadi. Ya'ni asosga qo'shilib, ular ham qo'shimcha ma'no anglatadi, ma'noni yangilashga xizmat qilmaydi. Keyingisi, demak, fe'lning vazifa shakllarini hosil qiluvchi qo'shimchalar. Ya'ni harakat nomining qo'shimchalari bo'lishi mumkin. Ish, uvmoq. Sifatdoshning qo'shimchalari bo'lishi mumkin. Yotgan, ayotgan, adigan, yedigan, ar yoki masdan. Yoki ravishdoshning qo'shimchalari bo'lishi mumkin. Ib, ay, gach, guncha kabi. Demak, bu qo'shimchalar ham, hurmatli tinglovchilar, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar hisoblanadi. Sababi bu ham yangi ma'no hosil qila olmaydi. Sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar. Demak, sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarning asosiy vazifasi asosga qo'shilib, gapda so'zlarni bir-biriga bog'lash vazifasini bajaradi. E'tiborli bo'lamiz. Sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarning yana bitta nomi aloqa munosabat shakllari yoki munosabat shakllari ham deyiladi. Munosabat shakllari deyilishining sababi, demak, gapda so'zlarni bir-biriga bilan munosabatga kirishtiradi. Ya'ni bularning asosiy vazifasi gapdagi so'zlarni bog'lashga xizmat qiladi. Masalan, men universitet bor. Bu gap deb bo'lmaydi, sababi sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarsiz bu so'zlar munosabatga kirishmadi. Men universitetga bordim. Demak, universitetgadagi ga qo'shimchasi, bordimdagi di zamon va me shaxson shakllari sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar hisoblanadi va bularning vazifasi gap tarkibida kelib o'sha so'zlarni bir-biriga bog'lash, so'zlarni bir-biriga munosabatga kiritish vazifasini bajaradi va sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarga quyidagilar kiradi. Demak, egalik qo'shimchalari, kelishik, zamon, shaxson, mayl va bog'lamalar. Demak, 6 turdagi qo'shimcha sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar paradigmasini hosil qiladi. Demak, bular gapda so'zlarni bog'lashga xizmat qiladi. Egalik shaklallarini bilamiz. Demak, im, ing, yoki imiz, ingizlar qo'shimchalari egalik shakllari hisoblanadi va egalik shakllarining shaxson qo'shimchalaridan albatta farqlab olishimiz kerak, hurmatli tinglovchilar. Egalik qo'shimchalari ismlarga, ya'ni ot va otlashgan so'zlarga qo'shilib kelsa, shaxson qo'shimchalari fe'llarga qo'shilib keladi. Masalan, ukamdagi m qo'shimchasi egalik qo'shimchasi, chunki uka ot so'z turkumiga qo'shilib kelyapti. Bordimdagi m qo'shimchasi bu shaxson shakli, sababi bormoq, ya'ni fe'lga qo'shilib kelyapti. Zamondan keyin keladi, shaxson bo'lganda uni bilamiz. Navbatdagi kelishib qo'shimchalari, demak, barchamizga ma'lumki, kelishib qo'shimchalari ham gapda so'zlarni bog'lashga xizmat qiladi va barcha kelishib shakllari sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar hisoblanadi. Zamon shakllari, demak, barcha o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamonni ko'rsatuvchi barcha qo'shimchalar munosabatga kiritishga xizmat qiladi va o'z o'rnida fe'lning munosabat shakllari ham hisoblanadi ular va ularni ham sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar sirasida o'rganamiz. Shaxson shakllari ham xuddi shunaqa. Demak, shaxson va bog'lamalar, demak, mana bu yerda shaxson shakllarni kuzatishimiz mumkin va bularning ham asosiy vazifasi munosabatga kirishtirish. Masalan, men darsga bording desak, demak, albatta bu yerda noto'g'ri bog'lanish yuzaga keldi. Ya'ni men bilan ega va kesimni bir-biriga moslashtirishga xizmat qiladi. Men bording emas, men darsga bordim. Demak, bu shakllar shaxson shakllari hisoblanadi va shaxson shakllar ham gapda so'zlarni bog'lashga xizmat qiladi va navbatdagi shakllar mayl shakllari, demak,
ayginsin, aylik inglasinlar, shart mayli va moqchi maqsad maylining shakllari ham munosabatga kiritishga xizmat qiladi va bularni ham demak sintaks shakl yasovchilar sanasida o'rganamiz. Bog'lamalar ismlarga qo'shilib, ularni kesim sifatida shakllantiruvchi shakllar hisoblanadi va bu bog'lamalar ham, hurmatli tinglovchilar, sintaks shakl yasovchilar hisoblanadi. Munosabatga kirishtirganligi sababli, masalan, men talabaman. E'tibor beramiz, men boramandagi man shaxson fe'ldan keyin qo'shilyapti. Men talabamandagi man bog'lama yoki ismni kesimga xoslovchi shakl, ya'ni bu ismdan keyin kelyapti. Ya'ni fe'l bo'lmagan turkumga sof fe'ldan boshqa birliklarga qo'shilib, uni ega bilan moslashtirishga xizmat qiladigan shakllar hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, xo'p. Keyingi darslarimizda albatta bu mavzumizni davom etamiz. Quyidagi savol va topshiriqlarga javob berish orqali mavzuni mustahkamlashingiz mumkin. Mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, quyidagi manzilimizga murojaat etishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.